Qara, erkaklar yoshiga qaramas ekan mana. Biz ayollar erga tekkanimizdan keyin qisamiz-ku. Boshqa erkaklar bilan yurmaymiz, gaplashmaymiz. Lekin erkaklarda unaqa emas, qara. Qara, 35 yosh bo'lsa ham o'rtoqlari bilan klubda o'tirib, xotiningiz bormasa bor. Oilangiz bormasa bor, ajrashib hech qachon. Lekin sevgan qizim ham bor deganni qara. Nimaga siqilyapsa? Deganni qara. Rumkasiga quyib deb siqilyapsiz o'tsa. Yo'q, men unga emas. Prosta yoqtirgan. Yo'q, aytavering. Yo'q. Aytavering, men yoqtirganman, mubtalo bo'lganman, sevgandim o'shani deb aytavering. Biz sizni gapirmaymiz. Yo'q, kulgili bo'layotgan joyi, qara. Kulgili bo'layotgan joyi, xotini bor, bola chaqasi bor, oilasi bor. Sevgan qizi ham bor. Biz ayollarda unaqa emas-ku. Yo'q, sevgan yigitimiz bo'lmaydi bizdan. Alo, ha. Bu yerda erga choy damlab, nima his qilyapsiz yigitim uchun? Bular shunaqa bo'lar ekan bularda qara. Erkaklar sizlarga shu holat tanishmi? Yozinglar-da. Erkaklar shunaqa. Xotinim bilan gaplashayotib, jonim masalan deb bu yerda sevgan qizdan xayol qo'ydi. Urushib qoldim bugun, bilat. Nimaga urushdingiz, xiyonat qilib? Ha, o'lay.